Assalomu alaykum guys, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Mana nasibsa ikkinchi darsimizga ham keldik bugun. Ikkinchi darsimizda demak alfabet o'rganar ekanmiz, ya'ni alifboni o'rganar ekanmiz va spelling, ya'ni o'sha biror bir ismni, so'zlarni endi shu alifboni o'rganganimizdan keyin harflab aytishni o'rganamiz. Okay? So, then let's get started. Ikkita rejamiz bor. Alphabet and spelling. So, alphabetdan boshlaydigan bo'lsak, demak English alphabet has 7 sounds. Demak ingliz tili alifbosida 7 ta tovush bor. Xo'p, tovush deganda qanaqa tovush? Unli tovush haqida, okay? Unli tovush. So, give me a minute. Unli tovush haqida, demak bizda 7 ta unli tovush bor. Bu unli tovushlarimiz, demak mana qarang. Xuddi nimaga o'xshaydi? O'sha o'zimizda a birga o'qiysiz o'zbekchani. A tovushi, I tovushi, A tovushi, mana mana I tovushi, O shu ozgina qiyinroq bo'lishi mumkin, o'rganamiz. O tovushi, U tovushi, R tovushi. Mana ikkita nuqta cho'zishni beradi, guys. Mana ikkita nuqta ko'rganingiz, cho'zish. I, U, A deb cho'zishni beradi. Tushundinglarmi? Okay. Shu joyda qarang, avval siz maktabda yoki boshqa joyda, bundan chiqib tursak, maktabda yoki boshqa joyda mana bunday o'rgangan bo'lishingiz kerak alifboni. So guys, English alphabet, right? So here from the images we should find this one. So English club. Mana bunaqa o'rgangan bo'lishingiz kerak, right? A, B, C, D, E, F, G deb qo'shiq qilib o'rgangan bo'lishingiz kerak, right? Endi bu ozgina yodlashga qiyinroq narsa. Maybe bu ham yaxshidir. Bitta ko'rib olasiz. Mana English clubdan videoda ham turibdi. Screenshot qo'ysangiz bo'ladi. Mana o'zingizga tegida o'qilishlari bilan bergan. Imom tepasida ham bor mana. Eshitsak. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Xullas mana shu ko'rinishda. Endi mana bunisi lekin ancha oson versiyasi, guys. Bu nimaga? Chunki unlilarga ajratib qo'yganda 7 tagina ustun mazza qilib yodlab olsangiz bo'ladi. Misol uchun mana bu joyda 4 ta harf, hammasi boya aytganimizdek qanaqa o'qiladi? A bilan o'qiladi. Okay? Mana shu 4 tasi. So, qanday bo'ladi? Mana qaranglar. A, H, J, K. Ko'rdinglarmi? A, H, J, K. Hammasini tarkibida ko'rasizlar. Mana shu A tovushimiz bor. Okay? So, keyingi qator bo'lsa, o'z-o'zidan I ga o'qiladi. Mana B, C, D, E, G, P, T, V. Ko'rdinglarmi? Hammasi I ga. B, C, D, E, G, P, T, V. Okay? Keyingi qator A ga o'qiymiz endi. A ga. F, L, M, N, S, X, Z. Okay? Demak, hammasida A ishtirok etadi. F, L, M, N, S, X, Z. So, mana shu. Demak, mana hozir asosiy 3 ta kattasini ko'rib oldik. Demak, 4 ta harf A ga, juda ham ko'p harf I ga, shunga yaqin harf A ga o'qilar ekan. Endi qolgani kam. Misol uchun I deganga, mana I bu Y. I, Y. Okay? Mana O ga O bo'ldi. U ga Q, U, W, R ga R. Okay? So, mana qaranglar, xuddi shu narsa mana bu yoqda faqat chalkashtirib berilgan. Ya'ni chalkashtirib alifbo o'z tarkibida 10 darajada berilmagan. Hozirgidek mana ham xuddi shunaqa A, mana B, C, D, E boyagilar. Mana A bilan o'qiladigan F, mana E bilan o'qiladigan G, H, mana A bilan o'qiladigan mana I. Xullas aralash holatda bu. Aytgancha Z ni ham Z ham Z desa bo'ladi, ikki xil. Mana bu yoqda xuddi shunaqa. Ko'rdinglarmi? Osongina. Agar yana bitta videoni shu joyini qaytarib nima qilib olsanglar bo'ladi? Eshitib olsanglar bo'ladi o'qib berganimda, xo'pmi? Demak, mana A, misol uchun A H ga, E B C ga, A F L ga, I Y ga,
U o'zi bitta harf O ga, U Q U W ga, R R harfiga. Ko'rdingizmi? Demak inglizlar R harfini nima demas ekan? R demaydi, R. R. Okay? Shu yerda bitta chalkashli narsa bo'lishi mumkin. Alifbo harflarida bu harflar mana harflari bo'ladi. A harf kelgan o'zbekchada A I E ni olamiz. Qaranglar. Ular A ni nima deb aytayapti? A deb aytayapti. Ko'rdingizmi? A ni A deyapti-da, I ni I deyapti-da. Ko'ryapsizmi? I ni I deyapti. A E ni bo'lsa I deyapti. Ko'ryapsizmi? Ya'ni xuddi bir-birini o'rnini egallaganga o'xshaydi-da. O'shanga ertagasiga imtihon listening shu harflardan listening test bo'ladigan bo'lsa, adashib qolishingiz mumkin. Shuning uchun yaxshilab nima qilib olasiz? Buni egallab olasiz, xo'pmi? A ni A o'qiysiz, I ni I o'qiysiz, E ni I o'qiysiz. Okay guys? Mana shunaqa chalkashlarda ham bitta shunaqa joyi bor. Keyin mana ikkita harf ham bor. G ni biz o'qiymiz, G deb o'qiymiz. G ni G deb o'qiymiz, J ni bo'lsa J deb o'qiymiz. Okay? Shuni adashtirmasangiz bo'ldi. G desa J yozib qo'ymasangiz bo'ldi. G desa G, J desa J bo'ladi. Okay, what else? What else? Yana nima? A desa R tushunamiz. R ni hech qachon R demaydi. Harflab aytayotgan paytda. Vroде bo'ldi. Tushundinglar-ya? So, mana shu ko'rinishda ikki xil variantini sizga, demak, alifboni ko'rsatdim, guys. So, great. Let's continue. Ana endi shularni amalda qo'llashga o'tamiz. Amalda qo'llasak, ana o'tgan safar what's your name ni o'rganganmidik. Endi shu joyga bir narsalar qo'shamiz, qaranglar. What's your name isming nima desa, what's your mana first name qo'shamiz. Omadga diqqat qilsanglar, omadda demak bizda so first bor. What's your first name qo'shilib qoldi. Mamitda what's your last name deb qo'shilib qoldi. Keyin Mamitda tak what's your bu kerak emas, tak Mamitda have you got middle name qo'shilib qoldi. Ko'rasizmi mana? First name, last name, keyin middle name. Bular nima ekan desak, mana hozir shularni demak ko'rib chiqamiz, guys. Okay. Mana bu joyda qaylar shu name ni o'zi turlarga bo'linadi. Demak, ism degan so'zni o'zi turlarga bo'linadi. Xo'p, birinchisi bu yerda bizda first name. First name degani o'sha ismingizni o'zi, ya'ni toza ismni o'zi. Misol uchun, meni ismim Samandar, familiyam Mirjalolov va otchеством, ya'ni Sharifim Ravshan o'g'li bo'ladigan bo'lsa, mana shu Samandarning o'zi first name bo'ladi, okay? Endi boya ko'rdik last name, right? Last name degani bu endi familiya. Yana biz buni desak bo'ladi, last name desak bo'ladi, yana surname desak bo'ladi. Yana family name desak bo'ladi. Family name. Name ham qo'shib qo'yib, buni uchalasi ham ingliz tilida demak nima degan ekan? Familiya degan ekan, okay? So, uchalasi ham familiya. Endi uchinchisi oxiri middle name degani bor. Middle name bu Sharif degani, otchество deymiz, Sharif degani. O'zi mana shunaqa inglizlarda mana shunday keladi, tartib bo'yicha keladi. Ya'ni o'zi middle degani o'rta degani-da. O'zi buni ikkinchiga yozsak, misol uchun o'rta degani, qarang. First name birinchi ism degani, middle name degani o'rta ism degani, ko'rasizmi? O'rta. Last name degani oxirgi ism degani. Tushundinglarmi? Last degani oxirgini beradi. Demak, ingliz tilida mana bunday yozilar ekan. First name misol uchun bizda mana bunaqa yozilsa, Mirjalolov birinchi familiya yozilib, keyin ism yozilib, keyin Ravshan o'g'li Sharif yozilsa, ularda qanaqa bo'lar ekan? First name dotda birinchi ism yoziladi. Mana shu ism, keyin middle name Ravshan o'g'li va keyin familiya last name yoziladi, ya'ni Mirjalolov. Tushundinglarmi? So, bu inglizcha variant. Demak, ismlarni inglizcha tartibi desak bo'ladi. Mana shu usulda tartibda ketadi ingliz tilida ism. So, mana first name, middle name, last name. Shuni mana ham aytayotdi. O'tgan safar what's your name deganda, endi what's your first name? O'sha birinchi isming nima? Ya'ni ismingni o'zi nima? Bu Jessica deyapti. Keyin tushundinglar firstni. Keyin how do you spell that? Ayni mana shuni o'rganamiz. Bu nima degani desa, how do you spell that?
Do you spell that degani o'sha ismingizni va familiyangizni so'raganda o'shani harflab aytib ber degani. Xo'pmi? Aytib ber degani. Harflab aytib ber. How do you spell that? Harflab aytib ber. O'sha nimani men yozib olay deganda ma'noda. Shunaqa desa, mana harflab aytyapti bu. G E S S I C A. Ko'rdinglar? Menga ham xuddi shunaqa bo'lyapti. What's your last name? What's your surname? Ikkalasi ham familiyang nima deyapti? Cambio deyapti. Can you spell that please? Xuddi shuni boshqacha varianti. Can you spell that please degani harflab aytib bera olasizmi iltimos degan. Okay? Can you spell that please? Harflab aytib bera olasizmi? O'shani aytib bera olasizmi? O'sha narsani iltimos degan ma'noda demak kelyapti. So, kim bu ham aytib beryapti mana. Cambio. Shu yodlab olasizlar, hammasi yodlanadigan narsa. Keyin have you got a middle name? Have you got a middle name degani endi bu familiyang bormi? Sharifing bormi degani. Okay, ya'ni endi hamma davlatda ham sharif bo'lmaydi. Ko'p ism familiya bo'lsa, misol uchun hamma davlatda ham sharif bo'lmaydi. Shunda mana shuni yodlab olasiz. Have you got a middle name degan bo'lsa, familiyang bormi degan bo'lsa, yes I have desa ha menda bor. Misol uchun biz O'zbekistonda bor, demak biz bemalol yes I have bilan aytamiz. Rose deyapti. Demak, o'sha o'zingizni familiyangizni aytasiz. Mana bu o'sha savol berishni ana endi yuqoriroq varianti va javob berish ham yuqoriroq varianti. O'sha alohida ismlarga bo'linib so'rab chiqyapti sizdan. O'shalarga nisbatan siz javob bera olasiz. Shu harflab aytgan tutilgan joylariga siz javob bera olasiz. Okay. Mana bu joyda men o'zing javob bergin deyapti. Misol uchun what's your first name javob berasiz. Misol uchun ismingizni aytasiz. How do you spell that? Endi harflab aytib berasiz. What's your last name? Familiyangizni aytasiz. Can you spell that please? Harflab aytib berasiz. Have you got a middle name degan joyda demak bizda o'sha yes I have deb turib aytib berasiz. Xo'pmi? So bu yoqda endi bu yoqda takrorlash. Shu guys asosan mana shu narsa. Qolganini videodan takrorlashlarni ko'rib qo'yasiz. Dars qismini men sizga o'tib berdim. Videoda practicelari bor. O'sha practicelarni ham ko'rib chiqasiz, okay? O'sha mana alifboni o'tlagandan keyin u sizga aytib turadi. Mana bu pastda aytgan bitta ibora aytadi sizga. Listen and spell deyapti. Eshitib turib yozasiz. Lekin u sizga oxirgi variantni ko'rsatadi. To'g'ri yozdingizmi yo'qmi? O'sha platformadan ko'rib o'zingiz tekshirib olasiz. Testlarni ishlang. Shu bugungi ikkinchi darsimiz tugadi. O'zingiz ehtiyot qiling. Keyingi darsda ko'rishguncha.